Tak. Ovoz qanday, yaxshimi? Assalomu alaykum, jigarlar. Xo'p, haftalik tahlil videosi. Bugun 3-avgust 2026-yil va sizlar bilan Murod Silver Bullet YouTube kanalida haftalik tahlil videosi orqali yana bir bor diydorlashib turganimdan juda ham xursandman. Kelinglar, bu hafta bizni nimalar kutyapti? Shu bo'yicha bozorni sekin bir titkilab ko'ramiz, jigarlar. Xo'p, demak, har doimgidek birinchi o'rin o'zim haftalik tahlilni ham boshlayotganimda doim analizdan oldin fundamental tahlilga ham qarab qo'yaman. Ya'ni bu hafta bizni kalendarimizda nimalar bor va bu nimalar, ya'ni newslarga qarab bu hafta qanaqa bo'lishini taxminan bilsa bo'ladi, do'stlar. Mana bu hafta bugun mana 3-avgust, hech qanaqa news yo'q, yangilik yo'q va bor ekan, uzr kechirasizlar, kechqurun soat 7 da USDga yangilik bor ekan. 4, 5, 6 yangilik yo'q. 7-kuni, ya'ni juma kuni bizda no farm, ya'ni har oyning boshida jumasida chiqadigan no farm bor. Demak, bu hafta fundamental tahlil va kalendarga quloq soladigan bo'lsak va oyni boshligini hisobga oladigan bo'lsak, o'tgan safar kanalimga ham bu haqda gapirgan edim, ya'ni ofisdan qaytayotganda e'tibor berganlar bo'lsa aytgan edim, biz dollarda kerakli joyga tushib oldik, endi shu joyda ozgina qotamiz dedik. Xuddi shunday oyni boshida juda ham unaqa bir valyuta paralarda zo'r harakatlar kutmayapman. Ya'ni bu hafta men uchun katta ehtimol bilan valyuta paralari qiyinroq market bo'lishini, ya'ni rangeroq market bo'lishini plan qilyapman kalendarga qaragan holatda. Xo'p, demak, kalendarni ko'rib oldik. Haftalik tahlil har doimgidek dollar indeksidan boshlaymiz. Dollar indeksi oylik time frame'da mana bu targetimiz sifatida biz birinchi FVG va ikkinchi FVG ni target qilib olgan edik va kecha o'tgan oy mana yopilishi, pastroqda yopilib bizga nima qoldirdi? Imbalans, ya'ni FVG bilan mana bu yerda kichkina FVG bilan bizga order blok qoldirdi. Mana shu ikkalasi oylikni o'zida qoldiradigan bo'lsak, mana shu yerda endi bu oy mana bu yangi eski iyul oyini lowlari yechildi va FVG order blokdan turibdi. Endi bu tepaga mana bunaqa seriya, ya'ni yashil candle bo'lishini kutyapman. Targetim hali ham o'sha oylik time frame'dagi FVG bo'lib qoladi, do'stlar. Endi bundan reaksiya olamizmi yo dashi tushib ketamizmi? Endi buni mana bunaqa qilsak ham bo'ladi. Mana bu yerda o'tga tortadigan bo'lsak, hali dollarni teparoq yurish plani bordek xayolimda. Ya'ni o'ta zoniga. Bu juda ham diskountlik qiladi dollarni yana pastga tushib ketishda. Lekin bilib bo'lmaydi, baribir Amerikaning siyosati, Amerikaning ichki iqtisodiyoti har balo bo'lishi mumkin, dollarga ta'sir qilishi mumkin, ya'ni manfiy chiqib, dollar pastga qulash ehtimoli yo'q emas, do'stlar. Shunday qilib, oylik time frame'da mana shu hali ham o'sha planlar menda, do'stlar. Endi haftalikka olib o'tadigan bo'lsak, mana haftalik deyarli hech narsa yo'q. Biz oylik time frame'dagi FVG ni hamma time frame'da ko'rinadigan qilib qo'yishimiz kerak, chunki bizga bu target nuqtasi bo'lib ishlaveradi. Xo'p, dayliga olamiz, daily time frame. Xo'p, mana bu daily time frame, mana bundoq qilsak, bizda nima? Buy side hali ham aktual men uchun. Bu uzoq target dollarga hozir sho'rdan ketib qoladi degan narsa plan yo'q, albatta, do'stlar. Biz ko'rishimiz kerak buni. Men FVGlargacha chiqqunicha ishlab olib, ya'ni mana FVGga, daily FVGga chiqqandan keyin uni bir reaksiyasini ko'rish kerak. Undan keyin ikkinchi FVGni target qilib olamiz
va yo'l-yo'lakay mana bu yerda 4 soatliklarda FVga order bloklar qolganda o'sha yerda yana market maker bandinglar bilan buy sidegacha narxni olib chiqish planidaman o'zim. Endi mana bu FVGlardan, ya'ni daily FVGlardan pastga tushib ketish ehtimoli yo'q emasmi? Bor, har doim shunaqa ehtimol bo'ladi bolalar. Shunaqa ehtimol har doim bo'ladi. O'shaning uchun bu yerdan SMR olishimizni bilishimiz uchun biz mana bu daily time frame'dagi FVGlarning yuqorisida yopilgandan keyin biz buy side'ni target qilib olamiz. Ungacha nima qilamiz? Ungacha o'sha daily time frame'dagi FVGga borgunicha yevro funtlarda short pozitsiyalarni ilib olsak bo'ladi, jigarlar. Mana shu hozircha haftalik tahlilimiz shundan iborat. Bu haftani o'tkazib yorib, keyingi hafta tiniqroq kartinka yasalishini kutishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Xo'p. Yevroni ochib qaraydigan bo'lsak, yevro ham xuddi mana shunaqa narsa bo'lib turibdi. Ya'ni dollar indeksini teskarisi bo'lib turibdi. Mana oylik time frame'ga oladigan bo'lsak, mana kattalashtirib ko'rsataman. Mana oylik time frame'da bizda mana bu yerda FVG yasaldi. Yangi FVG. Mana FVGdan reaksiya olyapmiz. Order block bor, chizib o'tirmayman. FVGdan pastga yurishini plan qilyapman do'stlar. Endi tak, bizga weekly kerak. Haftalik time frame'da oladigan bo'lsak, haftalik time frame. Xuddi dollarda haftalik time frame'da hech narsa ko'ra olmagandek, yevroda ham hech narsa ko'ra olmayapman. Bolalar. Dailyga olib o'taman. Daily time frame'da eslaringda bo'lsa, mana bu daily FVga chiqishini biz kanalda plan qilgandik sizlar bilan. Va chiqib berdi. Zo'r yurish bo'ldi. Mana shu zo'r yurish bo'ldi. Ana endi bizda hali ham mana bu OC bo'lib qolyapti. OC bo'lib qolyapti, lekin oylik time frame'da hayi shu yerda yasaladimi yo teparoq chiqib, keyin SMR berib, mana bunaqa harakat bo'ladimi OC gacha. O'shani bilishimiz uchun biz katta ehtimol bilan bu haftani skip qilib yorsak yaxshi bo'ladi. Baribir no farm haftasi va hokazo qiyin. Hozir danli moment yevroda target ko'rmayapman, ya'ni borish nuqtasini ko'rmayapman. Mana bu yerda daily FVga bor. Bungacha ham tushish ehtimoli yo'q emas. Hop. Mana bungacha ham tushish ehtimoli yo'q emas. Ko'ramiz. Nima deb 4 soat time frame'ga oladigan bo'lsak, agar 4 soat time frame'da mana bu lowgacha, dailygacha ishlaydigan bo'lsak, bizga mana bu FVGni pastida narx yopilgandan keyin keyingi 4 soatliklar o'shanga testiga chiqish kerak va o'sha yerdan reaksiya olib turib, chiqish davomida bizga FVG qoldirsa, o'shani buzib o'tilishi uje bu mana bu FVGni ishlashidan signal deb olsak bo'ladi. Undan keyin biz bemalol mana bunaqa harakatni ko'rsak bo'ladi. Ya'ni daily time frame'gacha bemalol mana bu yerdan short pozitsiyalar joylashtirib, mana dailydagi sell sidegacha ishlab olsak bo'ladi do'stlar. Mana shunaqa yevroda hozircha shunaqa tahlil. Ya'ni undan keyin pastdagi sell sidegacha bemalol ushlasak bo'ladi. Hop. Tak, funtga olib qaraydigan bo'lsak, funtda deyarli hech narsa ko'rmayapman. O'tgan tahlillarda ham aytdim, funtda sal qiyin market bo'lyapti men uchun. Tak, haftalikka olib o'taman. Haftalikda nimadir bormi? Tak. Haftalikda hali ham mana bu sell side'lar uzoq target men uchun. Mana buni tagiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi-da. Mana buni tagiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bunaqa narsa. Xo'p, dega olamiz. Bolalar juda ham qiyin nimadir aytish. Weekly'da range'da turibdi-da. Mazlida weekly'da range'da turibdi, mana qaranglar. 2 oydan beri funt bitta joyda turibdi.
necha oydan beri qiyin. Men marketda nimadir deyish qiyin. Delida. Tak, PDH ham tozalangan. Bugungi mana bu Daily FV'ga tushib berish ehtimoli yo'q emas ekan. 50 pips. 4 soat time frame oladigan bo'lsak, tak, 1 soatlik oladigan bo'lsak, katta ehtimol bilan baribir bu haftani nofarq haftasi bo'lganicha o'tkazib yuborishimizga to'g'ri keladi valyuta paralarda tiniqroq kartinka yasalguncha. Tak, tillaga goldga qaraydigan bo'lsak, oylik time frame'da yangi candle ochildi, ya'ni avgust oyini candle'i mana tepada ham pastda ham FV'ga bor, ya'ni borish nuqtasi bor. Ana endi bunda mana bunaqa holat bo'lishi mumkin deb o'ylayapman. Chiqib avgust oyini high nuqtasini yasab, shu bilan pastdagi discountdagi FV'ga tushishimiz mumkin. Mana shunaqa holat. Yoki agar pastga FV'ga tushib ketadigan bo'lsa, pastdan tepadagi FV'gacha yana narxni ko'tarsak bo'ladi do'stlar. Xo'p, haftalik time frame'ga oladigan bo'lsak, haftalikda mana buni o'chirib tashlagan bo'lar ekan. Mana bu yerda zo'r sell site turibdi. Mana sell site uni tagida ochiq FV'ga turibdi. Hamma highlarni qaranglar, yig'ilib qolgan. Mana bu buy site deb oladigan bo'lsak, agar avgust oyini high mana bu tepada yasalib beradigan bo'lsa, ya'ni oylik time frame'da FV'da, shu bilan yana sell site'larga qarab ishlab ketsak bo'ladi. Mana shunaqa qilib ishlab ketsak bo'ladi. Hozir mana bu yerda turganda siz longga ham, buyga ham hech narsa deya olmaysiz, chunki katta time frame baribir gapirish kerak-da. Mana daily ahvolini qaranglar, hech narsa deb bo'lmaydi. Uning uchun teparoq yurib 4 soatlik FV'lar tashlab borsa, tepadagi oylik time frame'ga chiqqunicha long ishlab olsa bo'ladi. Pastroq tushib dailyda FV'lar yasasa, FV'dan pastdagi sell site, ya'ni mazledagi FV'gacha ishlab tushsak bo'ladi jigarlar. Tak, Nasdaqga qaraydigan bo'lsak, Nasdaq oylik time frame'da FV'dan kuchli reaksiya oldik. Shu bilan SMR ga tortyapti, ya'ni 0.50 ga ozgina yetar-etmas tushib berdi. Haftalikda bitta o'ylantirayotgan narsa, mana bu 0.50 dan pastda, oxirgi range 0.50 dan pastda FV'ga turibdi. Ikkita ssenariy bor men o'zimda shaxsan. Mana bunday holat bor, all time high'ga harakat. Yoki daily'ga olib ko'radigan bo'lsak, daily'da уже SMR ga tortyapti mana. Daily'da уже SMR ga tortyapti. Mana FV'ga tushmasdan ham ketib borish mumkin. Endi buni mana bu bizga ishlab bergan FV'ga, ya'ni CB ni tepasida narx tepasiga o'tishini poylasak yaxshi bo'lardi. Ya'ni impuls bilan o'tib, unga test berganda yana all time high'gacha bemalol ishlab olsak bo'ladi do'stlar. Xo'p, haftalik tahlil shundan iborat. Yana kun davomida ideyalar, planlar, nimadir ko'rsam marketda albatta Telegram kanaliga tashlayman. Telegram kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz o'tib oling. U yerda kunlik ideyalar, kunlik planlar hammasi o'sha yerda bor. Har kuni beriladi. Va videoga bitta like bosib qo'yinglar, podpishka sifatida jigarlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.